Assalomu alaykum, hurmatli EJVK Malina kanali a'zolari. Bugun 14-dekabr 2025-yil Zohidjonni biz kanalimizga mehmonga chaqirdik, mana shu yerda. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, juda ham xursandman bunaqa go'zal joylarni tomosha qilib yurib. Juda ham foydali suhbatlar bo'lyapti O'rdabek aka bilan. Endi o'sha imkon qadar jarayonlarni ulashaman, o'sha o'zlashtirgan ma'lumotlarni yanada qo'llashga harakat qilaman. Birgalikda hozir bir nechta mavzularni o'sha aytib o'tib, bir-birimizdan tajriba olib, maslahat sifatida juda ham yaxshi, foydali malaka oshirish bo'lyapti. Menda ham o'sha Malina yo'nalishi bo'yicha asosan. Mana bugun Zohidjonni nimadan Polshadan olib kelgan iminni shu Husariya sortini sertifikatsionni qilib olib kirib kelgan 1800 ta sortimiz mana shu yerga ekkandik, mana aka turibdi. Shuni olib kelib Zohidjonga ko'rsatayotgandik, ekkanimizni va ularda gullayotganini. Shuni erta juda ham tez harakat qiluvchi ekan. Bu Delnivaga o'xshab juda ham pishiqroq ekanda. Ana ko'chat chiqarishlari ham juda tez ekan. Harakati tez ekan, ana sekinlashib qolmas ekan. Two timer bo'lgan bilan boshqa two timer sortlarga qaraganda tez harakat qiladi ekan. Ana shuni sirazi sezdirdi bu yerda o'zida. Nima dedi? Kanalda birga bo'ling. Hozir yana nargi parnikka o'tib ko'chat olishlarini ko'rsatamiz. Charchamanglar, salomat bo'linglar.